Hozir sizlarni elegantli katta mijozlari bilan tanishtirib o'taman. Sizlarda ham shunaqa do'stinglar bo'lsa, bu videoni jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum. Furachilar bizning katta mijozlarimiz hisoblanishadi. Bu birinchisi, bu tarafda ikkinchisi, uchinchisini berib yubordi. Birdaniga 3 ta fura olib qolib, mana o'zi ikkinchisini ham tayyor bo'lib qoldi. Pardozlash ishlari qoldi xolos. Bu videoni furachi tanishlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Ko'pchilik bunaqa katta mashinalarga xizmat ko'rsatadigan servisni qidirib qiynalishadi. Biz bu avtomobilni salon qismini detalniy ximchiska qilib berdik. Mashinaning yilini hisobga olsa, ancha-muncha holati yaxshilandi. Bu avtomobillarni nafaqat salon qismi, balki tashqi detallariga ham xizmat ko'rsata olamiz. Bunga o'xshagan plastik detallarni ximchiska qilib turib, maxsus avtoximiyalarda pardozlab bera olamiz. Egalarining xohish va talablariga qarab, bu tarafdagi detallarga ham bemalol xizmat ko'rsata olamiz. Bu hali hammasi emas, furachi akalarga yana yaxshi yangilik, bu mashinalarni bemalol polirovka ham qilib bera olamiz. Xizmatlarimiz bo'yicha pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilasizlar. Bu avtomobillarga polik yoki chexol tiktirmoqchi bo'lsangiz, u bo'yicha ham xizmatlarimiz bor. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.